$149,000. Sizlarga zo'rg'agan topib qo'ydim. Hammaga assalomu alaykum akalar. Sotuvimizda Mercedes-Benz GLS 450 Tourer Matic yiliga keladigan bo'lsa 24-yil 380 bitta ot kuchi bor. Motori 3 litrli biturbo. Multi beam LED faralarida razmeriga keladigan bo'lsa ballonlarimizning R23 ishlagan ballonlarida. Salonimizni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Rulimiz multifunksiyonal abagrev rullar, keyin orqa ssenamizda abagrev va ikkita oldi ssenamizda abduf abagrev 360 gradus kamera, pnevma podveska, hamma funksiyalarimiz mavjud jigarlar. Men podsetkalarni qarasanglarchi, bu mashinada hammamizga yoqib yurish nasib qilsin jigar. Hozirdan obuna bo'lib qo'ying, orqasini ko'rsataman. Orqalarini ko'rsanglar bo'ladi, bemalol elektronli ssenali va 4 ta eshigimizda davulchiklari ham mavjud. Bular rangini qarasanglarchi jigarlar. Narxiga keladigan bo'lsak $149,000 bemalol avtoliderga murojaat qilishingiz mumkin. Hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.